Tranzitor ishemik xurujda eee, klinik ko'rinishlarni yana davomi asosan tranzitor ishemik xuruj 24 soatdan oshiq bo'lmaydi. Bu jarayon shu nimalar umumiy bosh miya buzilishlari mumkin. Ammo ularning og'irligi o'rtacha darajada bo'ladi. Ko'pincha ishemik zona o'rab turgan to'qima shishi tufayli nim o'tkir shaklda yuzaga keladi. Bosh miya qonalanish progressiv buzilishida patologik o'choq ma'lum bir arteriyasi hududida paydo bo'ladi. Bosh miyada qonaylanishning buzilishi miya to'qimalaridagi patologik jarayon qarama-qarshi tomonda ichki uyqu arteriyasi havzasida joylashganida paresteziya va sezgi buzilishlari yuzaga keladi. Bir tomonda oyoq qo'llarning parezi, ya'ni tananing bir tomonida bronxial parezi, braxiosefal parezi yoki gemiparezning namoyon bo'lishi kuzatiladi. Endi o'choqli disirkulyatsiya deymiz. O'choqli disirkulyatsiya, ya'ni o'sha o'choq to'g'risida. Ichki uyqu arteriyasi, ko'z arteriyasi, qon tomirlari shoxlari yoki unga yaqin joyda zararlangan bo'lsa, optik piramidal sindrom, ya'ni belgilari paydo bo'ladi. Zararlangan tomonda ko'rish o'tkirligining keskin pasayishi kuzatiladi. Ba'zan ko'rlikka olib kelishi mumkin. Va qarama-qarshi tomonda, masalan, o'ng ko'zda shu holat kuzatilsa, chap tomonda, qarama-qarshi tomonda gemiparez beradi va lokal talvasa kuzatiladi. Agar patologik jarayon chap tomonda joylashgan bo'lsa, chap miyada qisqa muddatli afatik buzilishlar kuzatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.